mitingga o'xshagan narsa uyushtirishibdimi, nimadir uyushtirishgan ekan. Ahmoqlar, bitta ahmoqlar, eshaklar. Bir ikkitasini tanidim. Bittasi anu Abutov degani ekan, sahviy degani yaxshi bir narsa qo'yibdi. Haqiqatdan sahviy, ya'ni sahv degani bu haligi sajda sahv degan narsa bor-da bizda. Adashib ketsang bir joyda masalan bir namozdagi bir qilish kerak bo'lgan bir amalni qilmagan bo'lsang, sajda sahv qilib qo'yish kerak. Adashgan sajdasida bu. Ya'ni xato sajda, ya'ni xatoni yuvib ketadigan narsada. Bu o'sha xatolari, sahvlari juda ko'p ekanda bu odamni. O'zi bilinib turibdi. Kecha o'sha yig'inda matnni o'qib beryapti, bechara 1 soat qidirdi. Topa olmay qoldi gapini. Og'zaki yotlamagan edi u. O'sha gapni hatto og'zaki ham aytolmaydi-da. Og'zaki ham bilmaydi. Chunki bu yerdan chiqayotgan gap emas o'sha gaplari ham. Ichi og'rib, ana ustoziga, Abduvali qora akasiga ichi og'rayotgandan bo'lmayapti bu narsa. Bunga bitta isboti. Qog'ozga yozib olgan, o'sha qog'ozni bir marta o'qib ham chiqmagan. Bilmaydi ham hatto nimaligini uni. Nima haqida gap ketayotganligini ham bilmayapti-da. Ozgina odam bir narsaga bir tayyorlangan odam, hech bo'lmasa tayyorlanyapsan, shunaqa bir fitnaga tayyorlanyapsan, iflos narsaga, shuni qog'ozga ham yozibsan hatto. O'sha qog'ozni 2 marta o'qiydimi? Masalan, men bitta qog'ozga narsa bo'ladigan bo'lsa, yodlanish kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, ba'zan haligi roliklar bo'ladi, boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, men 2 marta o'qiyman, o'shani o'qib beraman-da. Masalan, alhamdulillah. Sen ham bo'lsa kerak 3 martada o'qirsan, 1 marta ham o'qimagansan-da sen. O'qimaganing uchun hatto gapingni topa olmay qolyapsan. Yarim soat kutadigan qilib qo'yibsan sen. Bu yoqda anu besaramjon bo'lyapti anu Komilaxon. Sharmanda bo'lyapmiz biz siz deb. Bu yoqda men anu ko'ruvchilarim, tomoshabinlarim bor. Meni parod qilyapsiz deb. U yoqdan bir bechara rasanda ahvoli chatoq. Bu bechara Sahviy akamiz haqiqatan ham Sahviy ekan. Bo'lmaydi-da bu, bilinib turibdi kimligi, ma'lum-ku. Nimaligi? Ya'ni bular o'yinchoq qilishyapti ustozini. O'shandan men masalan nafratlansam ham o'sha kazzob fitnachidan, Abduvali qora akasidan, lekin rahmim keldi. Chunki o'sha ustozini ham qo'g'irchoq qilib o'ynashyapti-da. Qo'g'irchoq bo'lyapti u ustozi. Ovozini qo'yib qo'yibdi. Qo'g'irchoq qilib o'ynashyapti. Bularning qo'lida faqat qo'g'irchoq bo'lyapti. Bular oddiy-ku, qo'g'irchoq-ku bular. O'zlari qo'g'irchoq-ku. O'sha Komiladan boshlab turib o'sha Sahviygacha. Qo'g'irchoqlar bular. Bular ma'lum tashkilot, chetdagi tashkilotlarning qo'g'irchoqlari. Nomini aytib o'tirishimiz shart emas. Ularni ketmoni sopidan chiqarilgan qo'g'irchoqlar bular. Shu xalqni aldash uchun, shu xalqni yomon yo'lga yurg'izishlik uchun, shu xalqni parokanda qilishlik uchun, shu xalqni o'zlari aytib turibdi. Eski tuzumda qamassiz sizniki ular yomon edi deb, o'sha yomon tuzumga yana qaytarmoqchi bo'lishyapti bular. Maqsadi shu bo'lyapti. Bularning o'zlarining gapi bor, o'sha Komilani ham boshqasini ham. O'sha davralarda gapirishadi, bular hech kim eshitmaydi deb o'ylashadi. O'zlari o'tirgan davralarda xalqning ustidan kulib o'tirishadi. Bu tupoy xalq bo'lsa, tupoyligini qarab tur. Orqangdan yuraveradi qo'yga o'xshab. Jinnida bular. Nima desak ishonaveradi orqamizdan. Mana shu Komilalarning gaplari. Bunga kerak bo'lsa guvohlar ham bor. Mana shu gaplarni eshitgan odamlar ham bor, keltirib beriladigan odamlar ham bor-da. Kerak paytda qilinadi bu narsa inshaalloh. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lgan narsa, bular o'zlari bir qo'g'irchoq edi, yana ustozlarni bular qo'g'irchoq qilib o'ynashyapti. Mana shunday bo'lar ekanda. Yerga qo'yib qo'ygan ekan uni qora akasining rasmlarini. O'zlari qo'g'irchoq qilib o'ynashyapti. Ya'ni o'zlarini qaysidir ma'nodagi nima deydi, maqsadlarini ro'yobga oshirishlik uchun oxir topgan narsalari mana shu odam bo'lyapti. Ya'ni shu odamni, o'sha Abduvali qora akasining ham bir muxlislari bor o'ziga yarasha. Shu muxlislari bilan like olamiz, muxlislari bilan qanaqadir qo'llov olamiz. Shu muxlislari bizga kuch bo'ladi deyapti. Chunki o'zlari juda yolg'iz qolishdi bular. Kuchsiz bo'lib qolishdi. Kuchi yo'q bularda. O'sha o'lgan odam bilan ham kuch topishmoqchi bular. U o'lgan bo'lgandan keyin uni muxlislari, muridlari undan battar o'lgan bo'ladi aslida. Ma'naviy o'lib bo'lgan. O'sha ma'naviy o'lgan odamlar bilan ham hatto kerak bo'lsa, shu o'lgan tanasi o'lib bo'lgan odamlar bilan ham kerak bo'lsa, bular kuch to'plamoqchi bo'lishadi, lekin hech narsa qo'llaridan kelmaydi. Chunki bularning maqsadi boshqa edi. Chunki gaplarning orasida ketib qolyapti. Akromiylar ozodlikka chiqsin, hizbiylar ozodlikka chiqsin. Ha, bular haqiqiy dinbuzarlar, dindan chiqib ketgan iblislar-ku bular hammasi. O'sha oqimlar, yana nechta oqimlar sanagan bo'lsa, hammalar. Mana shularni alamini olmoqchi bo'lyapti haligi qo'g'irchoq bo'lgan ustoz. U qo'g'irchog'i ham ustoz edi. Ustozi ham qo'g'irchoq edi. Uzr, adashib ketdim. Shu ustozi ham qo'g'irchoq edi, chetdagi tashkilotlar. O'sha qo'g'irchoq ustozlari bilan birgalikda qo'g'irchoqbozlik bo'ldi. Boshqacha qilib aytganda, men kecha ko'rganim qo'g'irchoqbozlik spektaklini ko'rdim kecha.
Ya'ni o'zi maqsad shu edi bu yerda. Odamzod shunaqa adashib qolsa shunaqa bo'lar ekan, qiyin bo'lar ekan. Endi men u yerda ikkita odam tanidim o'sha joyda ko'rib. Men xolisonlikla aytayapman bu narsani. Yana bu yerda negativ deymiz-ku, har safar negativ deganda men vizonim qiynaladi. Hammasi ham negativ emas ular. O'sha Komilaga o'xshaganlar menga yetib keladi ma'lumotlar. Komila, o'sha yana boshqalarga o'xshaganlar bu YouTube'da shunaqa bir iflos xususiyat bor ekan. 20 ta 30 ta alinaqa nima deydi? Profil ochib olishingiz mumkin ekanda. Bemalol. Bittasiga Andrey deb ot qo'yib qo'yasiz, Sasha deb ot qo'yib qo'yasiz. Yana bittasiga Akmaljon deb ot qo'yib qo'yasiz masalanda. Millionta atni qo'yib turib o'sha yerda yozaveradi. Men ko'p bilib qolaman. Menga negativ ba'zan yozmoqchi bo'lishadi-yu. Sen palonchisan deydi, o'sha sekund o'zida javob yoziladi tagiga. To'g'ri aytasiz, 100%. U bitta odam u. Qilayotgan bitta odam. Hamma ulgurmaydi-yu. Hamma ulgurmaydi. Men haligi 100 millionta obunachisi bor odam emasmanki, tinmasdan yozilayotgan joyda chiqib qolsa, yo'q, u sekin yozishadi. Menda unaqa obunachilarga men ishlov bermayman. Men o'zim bilgan narsamni yetkazaman, ikkita odam eshitsa bo'ldi deyman. Demak, bildirib qo'yishyapti-da o'sha hurmatli negativchilar niqobi bilan kirayotgan Komila yoki shunga o'xshaganlar, u bildirib qo'yapsizlar. Sal vaqt o'tkazib yozinglar, bundan yozadigan bo'lsanglar. Yozyapsizlar, orqasidan javob yozilyapti. O'zingizlar qilyapsizlar-da bu narsa. Endi bu ham bir kulgili bechara odamlar-da ular. Lekin o'sha ikkalovini tanidimki, bittasi o'sha Komilaxon bechara, o'sha paymonasi to'lgan, yaqin kunlarda javobgarlikka tortiladigan. Bular bilib qolishdi. Ertaga bularni juda ham katta bir javobgarlik kutyapti. Hali bu qonuniy javob berishlari bor. Meni oldimdan qancha javob berish bor hali. Menga gapirgan gaplariga har bir haqoratlar uchun bitta so'roq qilib olaman. Buni qonuniy yo'l bilan. Hatto qo'limga tushib qolsin, xohlagan yo'lim bilan so'roq qilaman. Mayli, unga javob berishga tayyorman. Shtrafim bo'lsa to'layman. Boshqacha jazo bo'ladigan bo'lsa ham mayli. Lekin men o'sha nima deydi? Qasosim olgan bo'laman. Hali meni oldimda bitta. Lekin bu nechtasini haqorat qildi? Efirga kirgan odam, aka o'zi to'g'rilaydi desam, palonchi onang pistonchi devordi. Aka nimaga unaqasiz siz desa, onang bilan unaqa. Onangga yetib qo'y tayyor bo'lib tur. Nechta haqoratlar qilding, ahmoq, bu bilmayapti bu jinni. Ertaga sen bu yoqqa kelganingda qonunni oldida javob berishing alohida, lekin odamzodlar oldida ham javob berasan. Paymonasi to'lib bo'lgan ya'ni. Ma'lum bo'lib qoldi kimligi, ertaga nima bo'lishlari ma'lum bo'ldi, o'zi ham biladi bechoralar. O'shaning uchun hamma joyga urib ko'rishyapti o'zlarini. Nima qilsak bo'ladi endi? Piket qilib ko'rsak cho'chitamizmikin? Bunday, bu davlat senga cho'chiydigan davlat emas-ku. Yo bu xalq cho'chiydigan xalq emas-ku, ahmoq. Sen ikkita odam bilan nima ish qilasan, bilinib turibdi, qo'g'irchoqsanlar. Qo'g'irchoqboz bilasanmi? O'sha teatrlar ichida eng kam kiriladigan qo'g'irchoqbozlarniki bo'ladi. Xuddi shunday bo'ldi. Qo'g'irchoqbozlarni teatr spektakli bo'ldi. Va unda tomoshabin deyarli yo'q bo'ldi. Hatto o'zlaringni xunoblaring oshib ketdi. O'sha eng ko'p menda ko'p bo'ladi-yu deydigan odamlaring ham, haligi obunachilaring ham kirmay qo'ydi, ko'rmay qo'ydi. O'sha qo'ygan narsalaringni ko'r, nechta odam ko'rdi ekan. Bunaqa spektakl odamlarga qiziq emas. Senlar o'zlaringni, ya'ni paymonang to'lganligi uchun ertaga sharmanda bo'lyapmiz. Sharmanda bo'lish-ku senlarga qiziq emas endi. Qo'lga tushamiz, yomon bo'lamiz deb har qanaqa narsa qilib ko'rishyapsan. Paxta ham qo'yib ko'ryapsan prezidentga, boshqa narsa ham qilib ko'ryapsan. Bilmayapsan, o'zingning yo'nalishingni topmagansan hali. Kimsan o'zi? Qanaqa odamsan o'zi? Nima qilmoqchisan? Uzringni aytib turib, yalinmoqchimisan? To'g'ri yo'lga qaytmoqchimisan? Yo boshqami o'zi maqsading nima? Sening hali u maqsad aniq emasda. Hali unday qilib ko'ryapsan. Bundoq qilib ko'rib, yo to'xta, o'z paxta qo'yadigan bo'lsam, nima deydi ekan xo'jayinlarim deb turib, ularning talablarini bajarib qo'yapsan. Yana orqasidan yana ketib qolyapti. Bu tushungan odam narsani qiladi. Men majbur eshitib o'tirdim, ko'rib. Qani bir ko'raychi bu eshaklarni, nima bu spektakl dedim. Kulib o'tirdim, ana yarim soat qog'oz topolmaganda oxirigacha o'tirdim qarab. Juda ham bechara qiynalib ketdi. Sahviy, sen davolagan oldin o'zingni. Yo xotiringni davolagan. Yoki bo'lmasam o'sha fitnachi bo'lsa ham ustozingmi, seni ustozingga baribir. O'g'rimning ustozi ham ustozda unga. Ustozingni hurmat qil. Hurmat qilish qanaqa bo'ladi? Hurmat qilish o'shanga atalgan narsani hech bo'lmasam dilingdan nutqis. Agar ozgina yodlagan bo'lganingda yoddan o'qib berarding qolganini kerak bo'lsa. Senda mana shu miyangda ham yo'q bu narsa, tilingning uchida ham yo'q bu. Shunday buyruq bor, yozilgan, shuni o'qishing kerak. Nima sabab? Oxiri nima? Maqsad nima bu yerda? O'zbekistonni yomonlik qilish kerak. Yoki Qirg'izistonni yomonlik qilish kerak. Maqsad shu. Senlarga qo'yilgan maqsad shunga olyapsan o'sha $10,000 oyligini. Boshqa narsaga bo'lmayapti. Sen xabar yo'q deb o'ylayapsan senlar.